Biogomus, perlit, sialit, ozgina ko'l, keyin bunga prolongirованный o'g'it solindi. Keyin mana bu деревянный ugu qo'shildi. Bu o'simliklarni chirishini, ildizini chirishini oldini oladi. Mana gruntimizning sostavi mana shu. Keyin hozir ozgina torf qo'shamiz. Torf qo'shamiz. Bu gruntning sostaviga yana qum qo'shildi. Tog'dan olib kelingan qum qo'shildi. Ko'ktog'dan. Hozir nima qilyapsiz? Gruntni yaxshilab aralashtiramiz, однородный bo'lishi kerak. Mana bu tilla rangdagi narsa nima edi? Bu sialit. Sialit degan tilla rangdagi narsa. Juda ham chiroyli. Oqqa vermiculit. Drenaj solamiz, kamroqgina. O'g'itimiz nima degani bu? Bu uzoq muddatga ta'sir qiladi. 6-9 oygacha hech qanday o'g'it ishlatmasdan mana shuni gruntga solib ekish kerak. Shunda hech qanday grunt o'g'it solinmaydi. Qayerda sotiladi? Bozorlarda sotiladi. Agar katta upakovkasini olsa arzon tushar ekan. Agar kichkina upakovkasi olinsa ozginasi 15 ming turadi. Rahmat. Tuvagimiz tagi teshilmagan. Hozir teshib berishadi. Drenaj soldik. Mana ozgina tuproqdan solamiz va perivalka usuli bilan gulimizni ekamiz. Bu nima degani? Atrofdagi nimalarni, qumlarni to'kib tashlamaymiz. Shunda gul stress olmaydi. Yaxshi unib o'sadi. Gullarni ekishdan oldin albatta tuprog'ini anchagina quritsa agar yaxshi bo'ladi. Suv qo'ymay turamizda, shunaqami? Ha, 3-4 kun suv, 3-4 kun emas, tagini quriguncha suv qo'ymasdan turib, keyin пересадка qilib, keyin suv bersa yaxshi. Xona gullarini sug'organda hech qachon yaqday suv berilmasligi kerak. Men odatda har bitta suv berganimda albatta suvga nimadir qo'shimcha qo'shaman. Nimadir qo'shimchalar nima bular? Azotlik, kaliylik, magniylik, fosforlik yoki hech bo'lmasam yantarni kislota qo'shilgan bo'ladi. Oz miqdorda. Mana rejalashtirgan 4-gulimiz ham пересадка qilinyapti. Hammasi yangi tuvakda. Tagi teshib chiqiladi hozir. Sifatda hozir bonsai gulimizni пересадка qilamiz. Drenaj sifatda po'kat ishlataman. Po'katning afzallik taraflari yengil hamda hech qanaqa chirish prosesslari bo'lmaydi. Yaxshi turadi. Va hamma ro'zg'orda topiladigan, xarajat talab qilinmaydigan buyum. Shunday. Juda chiroyli ildizi bor, mana. Yo'q, hozir hamma ildizlar joyida, yaxshi. Ortiqcha travma bermasdan shundoqligicha ekamiz, Ehtiyotkorlik bilan. Lekin bu gul tuvagimiz kichkinaroq kelyapti. Kattaroqga o'tkazamizmi? Tuvak bizga to'g'ri kelmadi. Teksmi?
qanaqa daraxt? Bu arma, alakaziya hisoblanadi. Bu o'simlikni balandligi 4-6 metrgacha yetadi. Juda ham chiroyli holatda o'sadi. Bu kichkina Yoshi. holati. Nima daraxtini ham katta tuvakka o'tkazyapmiz. Xo'p, bu o'simlikni ildizida nimalari bo'ladi? Nima deydi? Tuganaklari bo'ladi. Bu o'simlik o'sha tuganaklaridan o'sadi. Qaraymiz, tuganaklari bo'lsa, o'stirish uchun olib qo'yamiz. Buni bizada o'sgani bormi? Hozir Uyda. yo'q, uyda yo'q. Alakazaymi bu? Alakaziya. Alakaziya. Alakazay emas. Arma. Arma daraxti ekan bu. O'simlik. O'simlik? Daraxt emasmi? Yo'q. O'simlik. Lekin juda katta gabaritda o'sadi. O'sha katta gabaritga necha oyda yetadi? Juda tez o'sadi. Bunga uhodini yaxshi qilish kerak. U o'zini tabiiy holatda qanday o'ssa, bular tropik mamlakatlarni o'simligi hisoblanadi. Namlik baland bo'lsa, keyin tuprog'i rexli bo'lsa, ya'ni nima deydi? Juda ham yengil bo'lsa, yaxshi o'sadi. Hamda albatta sug'orish me'yorda bo'lishi kerak. Mana biyogimizga torf qo'shdik. Torf. Bu qo'ng'ir rangdagisi torf, ha? Perlit. Va uzoq ta'sir qiluvchi o'g'itdan solamiz. Bizni пересадка qilyapmiz. Bu uchun fitilni poliv usulidan foydalanamiz. Bu nima degani? Sintetika tolalik mato yoki ip bilan xuddi mana shunday teshigidan o'tkazib mana suvga tegib turish kerak pastda. Bu ip nima vazifani bajaradi? Bu namlikni tepaga olib beradi. Pastdagi suvdan namlikni tepaga olib beradi. Tuproq doim namlanib turadi. Bu degani gulingizni bir hafta 2 hafta sug'ormasangiz ham bo'ladi, shunaqa? Yo'q, spatifilm guli juda ham suvni yaxshi ko'radi. Bir hafta 2 haftaga chidamaydi. U haftada hozir issiq havoda 2 marta suv berish kerak. Spatifilm guli bu bilmaydiganlar uchun Ayol baxti guli. ayol baxti deb nomlanadigan gul. Xalq tilida. Mana ipni tepagacha chiqaryaptilar. Bu drenajmidi? Bu tagdagisi drenaj. Iloji boricha tez-tez sprey qilib turish kerak. Sprey? Ha. Suv sepib turish kerak. Agar u suvga ozgina yantarni kislota solib sepsa, nur ustiga olinib bo'ladi. Uzoq muddat gullaydi bu gul. Juda chiroyli gullari. 70 santimetrlar atrofida bo'lsa, bu 1,5 metrgacha yetadi. Bu hali kichkina. Bundagi ortiqcha suv mana bu iplar bilan tepaga chiqadi. Mana Vomizdagi ortiqcha suv. Shu muammoni qanaqa hal qilsa bo'ladi? Biladiganlar aytib beringlar. Mana tuproq solyapmiz. Ozxonamni katta tuvakka o'tkazamiz. avvalgi nimalarni olib tashlaymiz. Avvalgi ko'katlarni olib tashlab, endi katta tuvakka tezroq
o'sadimi? Ha, tezroq o'sadi. Bu banan xudo xohlasa shu yil hosilga kiradi. Keyin hosilga kirgandan keyin banan ko'chati o'ladi. Atrofida lekin bolalari o'sib chiqadi. Aralashmani tuvakka soldilar. Va atrofini bosib chiqamiz. Bu aralashma bilan yaxshiroq o'sadimi? Albatta, tuprog'imiz juda ham tuyingan tuproq. O'g'itlari bor, yangi gumus, bu yoq gumus solingan. Demak, eski tuproqni gulga foydasi yo'q, a? Yo'q, foydasi bor. Uni o'sha tuprog'idan baribir ozgina aralashtirish kerak, agar yaroqli bo'lsa. Ko'p ekilgan tuproq eskiradi deyishadi. Shunga qanaqa fikr bildirasiz? To'g'ri. Kuchsiz bo'lib qoladimi? Ha. Agar mineral o'g'itlar ko'p berilgan bo'lsa, sho'rlanib qolishi mumkin. Tushunarli. Mana shu mana bu men shira deb o'ylagandim. Bu shira emas ekan, yandar kislotasi sepilgan ekan. Bu kasallik emas ekan. Sizlar ham buni kasallangan gul deb o'ylamanglar. Mana yantarni kislota solib, endi sug'oramiz. Yantarni kislota antistress xususiyatiga ega. O'sha uchun hozir gullarimiz stress oldi, yangi tuproq o'tkazdik. O'sha uchun yantarni kislotalik suv bilan sug'oramiz. Bu oddiy suv emas, filtr suvi. Filtrlangan suv. Budiga taq. Eng yoqimli qismi ishimizni